Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumot juda muhim. Ayniqsa 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar, ya'ni yoshi kattalar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va ularning farzandlari, nevaralari bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rish kerak. Chunki shu oyning o'zidayoq pensiya oluvchilar bo'yicha yangi tekshiruvlar, hujjatlarni aniqlashtirish, yashash manzili, bank kartasi, ishonchnoma, ish staji va shaxsiy ma'lumotlarni solishtirish jarayonlari ko'payishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, balki xatoga yo'l qo'ymaslik, pensiya to'lovlari kechikmasligi va firibgarlarga aldanib qolmaslik uchun aniq tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan qaysi hujjat kerak, qayerga borish kerak, nima deyish kerak, nimalardan ehtiyot bo'lish kerak, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval pensiya masalalarida ko'p narsa qog'oz hujjatlar. Mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan olingan arxiv hujjati, eski mehnat daftarchasi, pasportdagi yozuvlar va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlarga qarab yuritilar edi. Ya'ni pensioner bir marta pensiyaga chiqqandan keyin. Agar katta o'zgarish bo'lmasa, uning hujjatlari ko'p tekshirilmasdi. Masalan, odam pensiyaga chiqdi, bank kartasi ochildi, har oy pul tushdi. U boshqa tumanga ko'chib o'tdimi? Familiyasi o'zgardimi? Kartasini boshqa odam ishlatyaptimi? Ishonchnoma muddati tugadimi? Bular ba'zan kech aniqlanardi. Endi esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari, migratsiya va pasport ma'lumotlari, mahalla tizimi, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bir-biri bilan solishtiriladi. Men buni oddiy qilib aytaman. Avval odamning hujjati alohida papkada turgan bo'lsa, hozir uning ma'lumotlari turli bazalarda ko'rinadi va ular bir-biriga mos kelishi kerak. Shuning uchun yangi tekshiruv deganda hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi. Hammani chaqirib so'roq qiladi. Hamma qaytadan pensiyaga chiqadi degani emas. Bu noto'g'ri tushuncha. Aslida tekshiruvning maqsadi ko'pincha ma'lumotlarni yangilash, noto'g'ri to'lovlarning oldini olish, hujjatlardagi farqlarni aniqlash, vafot etgan shaxs nomiga pul chiqib ketmasligini ta'minlash, ishonchnoma orqali olayotganlarning huquqiy holatini tekshirish, nogironlik muddati tugaganmi yoki yo'qmi, shuni ko'rishdan iborat bo'ladi. Lekin men sizga ochiq aytaman, agar hujjatlarda xato bo'lsa, pasport ma'lumoti eskirgan bo'lsa, yashash joyi boshqa, tizimdagi manzil boshqa bo'lsa, bank kartasini pensionerning o'zi emas, boshqa odam boshqarayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa yoki eski ish staji bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar yetishmasa, pensiya to'lovida kechikish, qo'shimcha savol, qayta hujjat so'rash holati yuzaga kelishi mumkin. Eng avvalo 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Bu yosh oralig'ida juda turli toifadagi odamlar bor. 1930 yilda tug'ilganlar bugun juda katta yoshda. Ularning ko'pchiligi pensiyani farzandi yoki nevarasi orqali oladi. 1930-1940 yillarda tug'ilganlarda ko'pincha eski mehnat daftarchalari, sobiq korxonalar, tugatilgan tashkilotlar, arxivdan olingan ma'lumotnomalar bilan bog'liq masalalar bo'ladi. 1935 yillarda tug'ilganlarning bir qismi endi yaqinda pensiyaga chiqqan yoki chiqish arafasida bo'lishi mumkin, ayniqsa ayollar. Imtiyozli pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ish staji murakkab bo'lganlar. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Ko'njiki yoshli onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Lekin kartadan har doim o'g'li foydalanadi. Onaxonning o'zi yura olmaydi. Agar bank yoki pensiya organi pensionerning o'zi tirikmi? Yashash manzili to'g'rimi? Pul haqiqatan ham o'ziga sarflanyaptimi degan savol bilan aniqlashtirish so'rasa, bu tabiiy holat. Bu yerda o'g'il vahima qilmasligi kerak. U onasining pasporti yoki ID kartasi, pensiya hujjatlari, bank kartasi, agar zarur bo'lsa notarial ishonchnoma, shifokor ma'lumotnomasi yoki mahalladan pensionerning manzilda yashashi haqida tasdiqlovchi ma'lumot bilan murojaat qilish kerak. Ikkinchi misol. 4 yoshli otaxon 1990 yillarda bir korxonada ishlagan, keyin korxona yopilgan. Pensiya hisoblanganda stajning bir qismi arxiv ma'lumotiga tayanib kiritilgan. Endi elektron bazada uning familiyasi bitta harf bilan boshqacha chiqib qolgan.
Masalan, Karimov o'rniga eski hujjatda Karimov yoki Karimov deb yozilgan. Shunday kichik farq ham tizimda savol tug'dirishi mumkin. Bu pensiyani olib qo'yish degani emas, lekin hujjatni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Bunday paytda arxidan olingan ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, FHDga hujjat yordam beradi. 3-misol. 63 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin hali ham rasmiy ishlamoqda. U pensiya oladi va ish haqi ham oladi. Ayrim imtiyozli to'lovlarda ishlash holati daromad, ijtimoiy nafaqa turi muhim bo'lishi mumkin. Agar tizimda bu ayol bir vaqtning o'zida bir necha turdagi to'lov olayotgani ko'rinsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu ham jinoyat yoki ayb degani emas. Muhimi, qaysi to'lov qonuniy? Qaysi biri ma'lumot yangilanmagani sababli davom etyapti? Shuni aniqlash kerak. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning tibbiy xulosasi ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar muddat tugagan bo'lsa, tizim qayta ko'rikdan o'tganmi yoki yo'qmi deb tekshiradi. Odam men 10 yildan beri olaman, nega endi so'rayapti deb xafa bo'lmasligi kerak. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Agar muddatli bo'lsa, vaqtda qayta ko'rikdan o'tish zarur. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtab turishi mumkin. Agar pensionerning pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, yashash manzili amaldagi manzilga mos bo'lsa, pensiya kartasi pensionerning o'zida bo'lsa, ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lsa, nogironlik bo'yicha hujjatlari joyida bo'lsa, bankdagi hisob faol bo'lsa va pensiya jamg'armasidan kelgan rasmiy chaqiruv yoki xabar bo'lmasa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Men doim aytaman, tekshiruv bor degani hamma odam idoraga yugurish kerak degani emas. Ba'zan tizim o'zi solishtiradi va odamni chaqirmaydi. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, bank hisob raqami faol, pensioner tiriklik holati bo'yicha bazalarda muammo yo'q, manzil mos keladi. Bunday pensioner har oy pensiyasini odatdagidek olaveradi. Ammo ehtiyot chorasi sifatida hujjatlarni bir joyga jamlab qo'yish zarar qilmaydi. Eng ko'p xatolar nimada bo'ladi? Birinchisi, odamlar rasmiy xabar bilan mish-mishni aralashtirib yuboradi. Telegramda qo'shnidan, tanishdan hamma pensioner tekshiruvdan o'tarkan, bo'lmasa pensiyasi kesilarkan degan gap chiqadi. Lekin rasmiy organ aniq chaqirmagan bo'lsa, bunday xabarga ishonib pul berish, notanish odamga hujjat topshirish, bank karta kodini aytish mutlaqo mumkin emas. Ikkinchisi, farzandlar ota-onasining hujjatlarini e'tiborsiz qoldiradi. Ota-onaning pasporti muddati, ID karta, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma, pensiya daftarchasi, tibbiy xulosasi qayerda ekanini bilmaydi. Keyin tekshiruv yoki aniqlashtirish kelganda bir hafta hujjat izlashadi. Shu sababli men har bir oilaga maslahat beraman. Pensionerning asosiy hujjatlari alohida papkada tursin. 3-xato, pensionerning bank kartasi PIN kodi hamma qarindoshda yuradi. Bu juda xavfli. Men ko'p ko'rganman. Pul tushadi, kim olgani noma'lum. Pensioner esa to'liq pulni ko'rmaydi. Keyin tekshiruv bo'lsa, qarindoshlar o'zaro tortishadi. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar u yura olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Og'zaki kelishuv bilan yillar davomida karta ishlatish kelajakda muammo chiqarishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, tekshiruv so'zi har doim ham jazolashni anglatmaydi. Ko'pincha bu aniqlashtirish, solishtirish, hujjatni yangilash degani. Masalan, pensionerning eski pasportda tug'ilgan sanasi 1954 yil 2 mart, yangi ID kartada esa 1954 yil 20 mart bo'lib qolgan bo'lsa, tizim bunga e'tibor beradi. Bitta raqam farqi ham pensiya bazasida muammo bo'lishi mumkin. Bunday paytda hujjatni to'g'rilash kerak. Tamom. Ikkinchi nozik masala, vafot etgan pensioner nomiga pensiya tushishi. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari bu haqida tegishli tartibda xabar berishi kerak. FHDga ma'lumotlari elektron tizimga tushadi, lekin ba'zan kechikish bo'lishi mumkin. Agar vafotdan keyin karta orqali pul yechib olinsa, keyin bu mablag'ni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun men yaqinlarga aytaman, bunday holatda kartadagi pulga tegmang. Avval pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilib, qonuniy tartibni so'rang. 3-nozik masala, chet elda bo'lib turgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar farzandlarinikiga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga ketadi. Agar odam uzoq muddat chetda bo'lsa, pensiya olish tartibi. Yashash manzili, bank kartasidan foydalanish, tiriklikni tasdiqlash bilan bog'liq savollar tug'ilishi mumkin.
Bu holatda eng to'g'ri yo'l rasmiy tartibni oldindan bilish. Men chetdaman, kartani uyda qoldirdim. Nevaram o'lib turadi degan holat keyin tushuntirish talab qilishi mumkin. 4-nozik masala ishonchnoma. Ishonchnoma muddatsiz emas, unda muddat ko'rsatiladi. Agar pensioner yura olmasa yoki banka bora olmasa, farzandiga, turmush o'rtog'iga yoki boshqa ishonchli shaxsga notarial ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermasligi yoki pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi tabiiy. Shuning uchun hujjatning sanasini tekshiring. 5-nozik masala bir nechta to'lov turini olish. Masalan, keksalik pensiyasi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, parvarish puli, kam ta'minlanganlik nafaqasi, moddiy yordam kabi to'lovlar bir oilada bir vaqtda bo'lishi mumkin. Har birining sharti boshqacha. Bir to'lovga daromad ta'sir qilmaydi, boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Birda manzil muhim, boshqasida oila tarkibi muhim. Shuning uchun qo'shnim oladi, men ham olishim kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir ish alohida ko'riladi. 6-nozik masala eski mehnat staji. 1915 yillarda tug'ilganlarning ko'pchiligi Sovet davrida kolxozda, zavodda, qurilishda, maktabda, kasalxonada, savdo tizimida, paxta terimida, mavsumiy ishlarda ishlagan. Ba'zi korxonalar tugatilgan, arxiv boshqa tumanga o'tgan, hujjatlar to'liq saqlanmagan. Agar pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilsa yoki staj bo'yicha savol tug'ilsa, mehnat daftarchasi yetarli bo'lmagan holatlar bo'lishi mumkin. Bunda arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti, harbiy xizmat hujjati, o'qish davri hujjati, farzand parvarishi bilan bog'liq hujjatlar yordam beradi. 7-nozik masala firibgarlar. Tekshiruv haqida xabar tarqalgan paytda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun kartangiz raqamini ayting, SMS kodini o'qing, hujjatni tezlashtirib beramiz. Ro'yxatga kiritish uchun pul tashlang deyishi mumkin. Men aniq aytaman, hech qaysi rasmiy xodim sizdan bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini, ilova parolini so'ramaydi. Bunday ma'lumotlarni aytgan odamning pulini bir necha daqiqada yechib olishlari mumkin. Endi nima qilish kerakligini juda aniq aytaman. Birinchi qadam hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid hujjatlari, bank kartasi, bank hisob raqami, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma bo'lsa notarial hujjat, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar bir joyda tursin. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarning bir xil yozilganini ko'ring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport raqami, JSSSR, yashash manzili bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan, bankda O'g'loy, pensiya hujjatda O'g'loy bo'lsa, bu farq kelajakda savol tug'dirishi mumkin. Buni o'z vaqtida tuzatish yaxshi. 3-qadam, agar rasmiy xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki tegishli idoradan chaqiruv bo'lsa, unda qayerga, qachon, qaysi hujjat bilan borish kerakligi ko'rsatiladi. Bora olmaydigan yoshi katta pensionerlar uchun farzandi yoki vakili oldindan telefon qilib tartibni so'rasin. Ba'zan uyga borib o'rganish, vakil orqali hujjat topshirish yoki notarial tartibda ish yuritish mumkin bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada mening pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. To'lov nega kechikkanini tushuntirib berishingizni so'rayman. Hujjatlarimdagi farqni tuzatish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning kirim raqamini olishga harakat qiling. Bu keyin masalani kuzatishda yordam beradi. 5-qadam. Bank bilan bog'liq masalani alohida tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqami pensionerga tegishlimi? Bank ilovasiga kim ulangan? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni kim biladi? Shularni ko'ring. Juda ko'p holatda odam pensiyam tushmadi deydi. Aslida karta muddati tugagan, hisob bloklangan yoki pul tushganu boshqa odam yechib olgan bo'ladi. 6-qadam. Nogironlik pensiyasi yoki qo'shimcha to'lov oladiganlar tibbiy hujjat muddatini tekshirsin. Agar qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Poliklinika, tibbiy komissiya, zarur tahlillar, mutaxassis xulosalari vaqt oladi. Hujjat bir kunda tayyor bo'lmasligi mumkin. Kechiksangiz to'lov ham kechikishi mumkin. 7-qadam. Chetda bo'lgan pensionerlar
rasmiy tartibni oldindan bilsin. Agar pensioner boshqa davlatda bo'lsa, uning nomidan kim pul olyapti, ishonchnoma bormi, bank kartasi qonuniy ishlatilyaptimi, tiriklikni tasdiqlash talab qilinadimi, shu masalalarni aniqlashtirish kerak. Bu savollarni keyin ko'ramiz deb tashlab qo'yish yaxshi emas. 8-qadam. Har qanday shubhali qo'ng'iroq yoki xabarga ishonmang. Sizga kimdir, men pensiya jamg'armasidanman, kartangizni tekshiryapman desa, darhol shaxsiy ma'lumot bermang. Rasmiy telefon raqamini o'zingiz toping. Idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki borib so'rang. SMS kod, bank ilova paroli, karta orqasidagi 3 xonali raqam, PIN kod hech kimga aytilmaydi. 9-qadam. Oilada mas'ul odamni belgilang. Yoshi katta ota-ona bo'lsa, hujjatlarni bir kishi tartibli yuritsin. Bugun bir farzand, ertaga boshqa farzand, indinga qo'shni aralashsa, hujjat yo'qoladi, gap chalkashadi. Pul masalasida kelishmovchilik chiqadi. Eng yaxshisi hamma narsa ochiq bo'lsin. Pensiya qancha tushadi, qaysi kartaga tushadi, qaysi xarajatga ketadi, pensionerning o'zi bundan xabardormi? 10-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa yoki kamayib qolsa, darhol sababini aniqlang. Ba'zan bu texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan bankdagi muammo, ba'zan hujjat yetishmasligi, ba'zan ortiqcha to'langan summani ushlab qolish bo'lishi mumkin. Sababini bilmasdan turib, meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb vahima qilmang. Aniq savol bering. To'lov qaysi asosda to'xtagan? Qaysi hujjat kerak? Qancha muddatda ko'rib chiqiladi? Yozma javob beriladimi? Keling. Yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Masalan, 89 yoshli buva qishloqda yashaydi. Pensiyasi har oy 1.200.000 so'm tushadi. Bank kartasi nevarasida. Nevara har oy pulni olib keladi, lekin buvaning pasporti eski. ID karta olinmagan, telefon raqami ham nevaraning nomida. Agar tekshiruvda bu haqiqatan ham shu manzilda yashayaptimi, pulni o'zi olyaptimi, karta qonuniy ishlatyaptimi degan savollar chiqsa, oilada hujjat tayyor bo'lishi kerak. Bu yerda eng to'g'ri yo'l buvaning shaxsini tasdiqlovchi amaldagi hujjatini tartibga keltirish. Agar kerak bo'lsa ishonchnoma qilish, bankdagi ma'lumotlarni yangilash. Yana bir vaziyat. 36 yoshli ayol pensiya oladi. Lekin familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda turmushdagi familiyasi. Pensiya tayinlanganda bu hujjatlar biriktirilgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron bazada yana farq chiqishi ehtimoli bor. Bunday ayol nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni yo'qotib qo'ymaylik kerak. Chunki aynan shu hujjat bu ikkita familiya bir odamga tegishli ekanini isbotlaydi. Yana bir misol. 72 yoshli erkakning pensiyasi odatda oyning 10 sanasida tushardi. Bu oy 12 sana bo'ldi, hali tushmadi. U darhol tekshiruvga tushdim, pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida sabab bankdagi texnik kechikish, bayram kunlari karta muddati tugashi yoki to'lov reyestridagi kechikish bo'lishi mumkin. To'g'ri harakat. Avval bankdan hisobni tekshirish, keyin pensiya jamg'armasidan to'lov jo'natilgan-jo'natilmaganini so'rash. Shundan keyingina hujjat muammosi bormi, yo'qmi aniqlanadi. Yana bir vaziyat. Nogironlik pensiyasi oluvchi ikki yoshli odamning tibbiy xulosasi iyun oyida tugagan, lekin u menga hech kim aytmadi deb qayta ko'rikdan o'tmagan. Iyulda to'lov to'xtab qoladi. Bu yerda idorani ayblashdan oldin hujjat muddatiga qarash kerak. Agar qayta ko'rikdan o'tib nogironlik davom ettirilsa, to'lov tartibi tiklanishi mumkin, lekin vaqt yo'qotiladi. Shuning uchun muddatli hujjatlarni kalendarga yozib qo'yish juda muhim. Men sizni alohida ogohlantiraman. Hamma pensioner yangi ro'yxatdan o'tmasa, pensiyasi bekor bo'ladi degan gapga ishonmang. Faqat bugun hujjat topshirsangiz, pensiyangiz saqlanib qoladi degan gapga ham ishonmang. Men ichkarida ishlayman, pul bersangiz tekshiruvdan chiqarib beraman degan odamdan uzoq yuring. Rasmiy tartib pul bilan emas, hujjat bilan hal bo'ladi. Yana bir noto'g'ri gap. Agar tekshiruvga tushsangiz, albatta pul qaytarasiz. Yo'q, har doim ham bunday emas. Agar odam qonuniy pensiya olayotgan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, faqat ma'lumotni yangilash so'ralgan bo'lsa, hech qanday pul qaytarish bo'lmasligi mumkin. Pul qaytarish masalasi odatda ortiqcha to'lov, noto'g'ri ma'lumot, vafotdan keyin yechilgan mablag', huquq bo'lmagan to'lov olingan holatlarda paydo bo'ladi. Yana bir noto'g'ri gap, yosh katta odamni bezovta qilishmaydi. Amalda yosh katta odamlar bo'yicha ham ma'lumot aniqlashtirilishi mumkin. Chunki aynan yoshi katta pensionerlar orasida ishonchnoma, vakil, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi, yashash manzili o'zgarishi,
tibbiy holat sababli hujjatlarni boshqalar yuritishi ko'proq uchraydi. Shu sababli farzandlar mas'uliyatli bo'lishi kerak. Demak, 1903 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun eng muhim masala vahim emas tartibdir. Hujjatlar joyida bo'lsa, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, bank kartasi va ishonchnoma masalasi qonuniy bo'lsa, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov hujjatlari muddati o'tmagan bo'lsa, ko'p hollarda katta muammo bo'lmaydi. Muammo ko'pincha e'tiborsizlikdan, eski hujjatlardan, familiya yoki sana farqidan, karta boshqalar qo'lida yurishidan, rasmiy xabarni vaqtida ko'rmaslikdan chiqadi. Men sizga tavsiyamni yana bir bor takrorlayman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshirib chiqing. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjati, bank kartasi, ishonchnoma, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, manzil ma'lumotlari tartibli bo'lsin. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Rasmiy savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi, bank yoki tegishli idoraga yozma va aniq murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya vaqtida tushyaptimi? Hujjatlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Sizda qanday savollar bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir oilaning pensiya muammosini oldindan hal qilib berishi mumkin.